Assalomu alaykum, hurmatli mening aziz kuzatuvchilarim, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga yaxshi kayfiyat. Qadrli do'stlar, barchangizni ajoyib oy, Ramazon oyi bilan muborakbod etaman. Qadrli do'stlar, hozir men sizlarni Botir Sulton oshxonasida bir ajoyib taom, o'ta foydali bo'lgan va mana shu Ramazon oyida juda ham xush keladigan, eng asosiysi insonning eng ulug'i payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam xush ko'rib iste'mol qilgan yegulik talbinani birgalikda tayyorlaymiz. Marhamat. Talbina yeguligini tayyorlash uchun bizga sut kerak bo'ladi, arpa uni hamda xurmo va ta'bga qarab albatta asal. Demak, ishimizni tovonchaga sut solish bilan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sutni tovonchaga solganimizdan so'ng albatta arpa unidan ham solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ta'bga qarab, uydagi insonlarni soniga qarab tayyorlashingiz mumkin. Sut ham, arpa bug'doyini ham. Va buni albatta doimiy ravishda aralashtirib turish lozim bo'ladi. Xuddi mana shunday quyuqlashgandan so'ng, qadrli do'stlar, xurmo solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Va yaxshilab buni ham aralashtiramiz. Ya'ni finiki. Mana qadrli do'stlar, quyuqlashda yana ozgina sut solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Va endi tayyor bo'lguncha yana ozgina aralashtiramiz. Mana qadrli do'stlar, talbina yeguligimiz tayyor bo'ldi qisqa vaqt ichida. Saharlikka yeydigan bo'lsangiz, albatta asal qo'shmaganingiz ma'qul, chunki asal chanqov chaqiradi. Kechqurun iftorda esa bemalol asal qo'shib iste'mol qilsangiz, yanada foydasi yaxshi bo'ladi. Qadrli do'stlar, bu oyni chiroyli qilib barchamizni xonadonimizda yaxshi kunlar bo'lib o'tkazishni barchangizga tilab qolaman.